hurmatli din qardoshlarım, Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem ol in ulu terbiyesi idi. Hem Peygamberimiz o'zining sahabalarini tarbiyaladi. Ularga eng kerakli ham eng qimmatli kengashlar berdi. Ham o kengashlarni sahabalar bizga olib yetkazdilar. Shusha kengashlardan birisidan to'xtalib ketasim kelar. Bir vaqtni Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem Abdullah ibn Abbas ismli sahabaning o'zining obisining o'g'lin ikki tug'an inisin o'tiribdi, o'zi yonidan eshagini ortidan o'tirib borganda ham onlar indashdi. U yosh o'smir edi. Balki avval 12-13 yosh bo'lgandir. Ham shular indashdi, ham aytdi: "Ya g'ulam, inni uallimuka kalimat." Inim dedi. Yosh o'smir yigit, senga murojaat etaman. Men senga qay bir so'zlarni o'rgatam, shularni esingda qoldir. Ham shunda Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem o'zining qimmatli kengashlarini berdi. Ham aytdi: "Yahfazillah yahfazuk." Yahfazillah. Allohning dinini saqla. Alloh taolo seni saqlar. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri tarjima etsa, yahfazillah, ya'ni Allohni saqla deb tarjima etiladi. Lekin biz o'g'limiz Alloh taolani saqlovga muhtoj tugul. Kishi Allohni saqlay olmaydi. Shunga ko'ra olimlar aytdilar, bunda Peygamberimizning so'zining ma'nosi qo'ysan ulayda Allohni saqla deydi, ya'ni Allohning dinini saqla. Agar sen Allohning dinini saqlasan, Alloh taolo seni saqlaydi. Agar biz Peygamberimizning so'zlarini yoki Qur'on oyatlarini qarasak, qo'yda Alloh taolo saqlarga qo'shadi, narsani saqlarga qo'shadi. Masalan, Qur'onda Alloh taolo aytadi: "Hafizu alas salavati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin." Saqlag'iz namozlaringizni. Ham o'rtanchi namozni saqlag'iz, ham Alloh qarshida qunut holida bosib turig'iz. Ya'ni namozni saqlarga amr etadi. Chunki namoz saqlarga tegishli. Nafs yalqovlanan, nafs yalqov, nafs namoz o'qirga tilamaydi, lekin musulmon kishisi shu namozni saqlarga tegishli. Shulay Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem aytadi: "Yahfaz ra'sa va ma wa'ad, wal batna va ma hawa." Saqla boshimni ham onda bo'lgan a'zolarni deydi. Ya'ni kengashida, amr etadi, boshimni saqla. Ham a'zolar, ya'ni ko'z harom narsaga qaramasin. Til harom narsa so'ylamasin. Quloq harom narsa tinglamasın. Boshimni saqla deydi. Ham ishimni saqla deydi. Ya'ni ishimga tiyilgan ayblar kirmasin. Harom aybir kirmasin, najis aybir kirmasin, halal rizqina senin ishingga kirsin, halal rizq bilan to'qlan. Peygamberimizning kengashi. Shulay Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem bizga ko'p mesela saqlov masalalari, albatta dinni saqlov, molni saqlov, musulmon kishisi molga isrof etishga tegish tugul. Çünkü Allah Teala kulu veşrabu ve la tusrifu dedi. Oşağız, işigiz, israf kıla kurmagız. Yani israf kılı haram. Ham şuna yok. Müslüman kişisi özünün cemiyette yaşaganda, kardeşlerine qarata, yaxşı bulurga tegishli. Ham şuna yok tabiatga degan. Çünkü Allah Teala tabiatni bizning için var etdi. Ham sen saqlov ko'zligi bilan qararga tegishli. Tabiatga ziyon keltirma. Senin yakın kiraga ziyon keltirma. Şuna göre bizning var türlü hukuklar var, ham dinimiz shuni talab etadi. Shuna göre saqlov masalasi dinimizda talab etilgan amallarning birisi. Ammo lekin biz dinni saqlovga e'tibor etsak, Peygamberimizning vaqtida edi: "Yahfazillah yahfazuk." Alloh taolo seni saqlardi. Alloh taolo saqlaydi. Allah saqlaydi. Çünkü hadiste gelen yahfazillah tecid bu tujahek.
Agar da Allohni saqlasan, Allohning dinini saqlasan, sen har doim qarshingda Allohni tuyursun. Ya'ni Allohning yordamini tuyursun. Bunun ma'nosi nechik? Agar degan biz dinimiz qo'shgan aybirni saqlaymiz ekan, ya'ni Alloh taolo namozni saqlashga qo'shdi. Namoz vaqti keldi, biz namozni saqlaymiz. Uroza yetdi. Ramazon oyida sen Ramazonni saqlaysan, urozani tutasan. Zakat to'larga yetdi vaqt, zakatni yerga yetkirib to'laysan. Sen chunki dinni saqlaysan, Alloh qo'shgan amrni o'taysan. Alloh taolaning yordami bo'lacak. Alloh taolo yordam etacak. Sen zakatni to'ladin, Alloh senga inshaalloh qaytarib beracak. Sen namozingni o'qidin, Alloh taolo senga joyin beracak. Dünya işlerinde yardım edecek. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. Eğer degan kişinin maksadı ahiret olsa deydi. Ahiret için umtulsa, yani dinin ötep, dinin taleplerini ötep, ahiret için tırışsa, Allah Teala onun dünyasını tertipke getirir, hamşayın joylarını verir. Yani bizim buruşumuz Allah'ın emrini ötev. Dinimizde, g'oylamizda, turmushimizda Allohning amrini o'tayotgan. Shu vaqtda Allohning yordami bo'lacak. Ya'ni Alloh taolo eng birinchi dinimizni saqlaydi. Dunyomizni joyiga keltiradi. Ham olimlar aytdi, agar degan kishi dinin saqlasa, Alloh taolo uning naslini saqlaydi dedilar. Kahf surasida Hızır alayhissalom bilan Musa alayhissalom qissasida Hızır aleyhisselam bir avul yanından ötkende ul avul halkı onlarını hürmetlemedi, onlarını konak etmedi, onlara kadar hürmet görsetmedi. Lakin avuldan çıkıp barganda kıymanı tüzetip koydu. Ham şunda Musa aleyhisselam etti, bunlar bizge bir kadar hürmet görsetmediler. Esin onların kıymalarını tüzetesin diyeş. Musa aleyhisselam cevap edip etti, bu kıyma yetimlerinin bahçesinin kıyması. Ham şu kıyma aslında boyliq yashirilgan. Ati-anilaridan, babalarından qolgan boyliq yashirilgan. Alloh taolo tiladi, shuni hali tuzuk turgun tiladi. Chunki ular yetimlar edi, bolalar edi, sobiylar edi. Hozir u ochilsa, ular bu boyliqni boshqalar tortib olar edi. Lekin azrak ular zulustkash, endi ular inshaalloh ochilsa o'zlarini olashaqlar, shu boyliqni deb aytdi. Ham shunda aytdi, va kana abuhuma solihan. Onlarning atilari, qo'yib rivoyatda kelib babalari 7-bugun babası bitgan keladi. Atilari, babalari izga kishi edi. Shu sababli Alloh taolo bularga boyliqni saqladi. Shunga ko'ra olimlar aytdilar, ati-anining izgiligi, ati-anining yaxshiligi bolalarga da ta'sir etmishi qoldi. Shunga ko'ra qaysi kishi dinga keladi? Ko'pchilik kishilar agar o'zlarining babalarına qarasalar, o'zlarining babalarına qarasalar, abilarına qarasalar, ular namoz o'qishi, uroza tutishi ekanlarini bilashaklar ham topashaklar. Balki shu sababli, shularning ixlosliliklari sababli Alloh taolo bizni dinga keltirdi. Alloh taolo bizga hidayat berdi. Shuning uchun qo'ydir sabablar, qo'ydir burunlar aytadigan bular, men ortiqroq namozimni o'qiyim, bolalarim uchun deydi. Ya'ni izgilik qila, namoz o'qiy. Alloh taolo bolalarına yaxshilik ham hidayat bersin uchun. Shunga ko'ra bizning din tutuvimiz onun ta'siri bolalarga da bo'lacak inshaalloh. Shulay Allah subhanahu va taolo kishining salomatligini saqlaydi. Kishiga yordam etadi. Bu dunyoda agar degan kishi dinga ixlos bo'lsa, to'g'ri bo'lsa, Allah subhanahu va taolo onlarga yordam etadi. Anlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu yigitga tog'i bir kengash beradi. İza sa'alta fas'alillah ve iza ista'anta fasta'in billah. Ya'ni sen nafsagadir muhtoj bo'lashaqsan. Kishi g'alatdan har doim ona narsadir kerak. Lekin aytdi, agar dasturisi bo'lsan, Allohdan so'ra. Agar da yordam kerak bo'lsa,
Kimdendir yerden so'raysan bo'lsan, eng birinchi Allohdan so'ra. Mana bu qoida bo'lib turadi jamoat. Ham biz buni har birimiz eng birinchi ko'nglimizga tushuntirga tegishlidir. Nindigina masala bo'lmasin, nindigina og'irlik, mashaqqat kelmasin. Musulmon kishining eng birinchi ya Alloh, ya Robbim yordam ber, ya Robbim bo'lish degan so'z bo'lgan tegishlidir bizda. Ham ko'nglimizda, ham o'yimizda. Shunga ko'ra qo'yib hadislarda yoki sahobalardan kelib, agar degin oyoq kiyim bovi uzilsa, Allohdan so'raydik. Agar degin uyda tuz bitsa, Allohdan so'raydik deb aytadi. Xodigina aybir, lekin u Alloh bilan bog'liq. Avurib ketganda eng birinchi sko'liga shaltatgancha, ya Robbim yordam ber. Ya Robbim deb Allohga murojaat et, anlar sababini qil. Albatta dinimiz sabab qiluvni qilmaydi. Kishiga murojaat etib, yordam keltira olgan kishidan oshirish yordamga shaltiratasizmi, gayiga shaltiratasizmi, o't sundirishi, pojarniga shaltiratasizmi? Albatta sabab olirga kerak, lekin eng birinchi Allohga murojaat etib tegishli jamoat. Eng birinchi yuraklarimizni Alloh bilan murojaat etib, Allohga murojaat etib, Allohdan yordam so'rov tegishli. Hatto bir opasili vafot bo'lgan o'rin jannatda bo'lsin, qo'shan tosh uylar yonidagi garajlar yonib ketgach, saroylar yonib ketgach, shu chiqdimda deb Allohu akbar deb aytdim deb duo qildim deb ham butun garajlar yonib ketdi menikidan boshqa. Pojarniklar aytadilar, sen mana sehrlaring deb aytadilar. Lekin onun bir narsasi yo'q. Qo'lida bir narsa yo'q, lekin Alloh bor. Allohdan so'radim deb ham Alloh taolo ihson qoldirdi. Shunga ko'ra musulmon kishisining eng birinchi murojaati Allohga bo'lgan deyish. Ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu sahobaga Abdulloh ibn Abbosga yosh o'smir yigitga shu kengashini beradi. Agar dasturiy bo'lsam, Allohdan so'radim. Yordam kerak bo'lsa Allohdan yordam so'radim. Ham so'zini tamomlayishik. Ya'ni bildik aytadi. Annal ummat, bir ummat, ya'ni bir turkum kishilar لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Barısıdan yığılıp sana birer fayda getirge tileseler Allah yazgan faydalarına getirirler. Buna ko'pmi kishi yordamga muhtoj. Qo'y vaqtda yordam qo'li so'zib kishilarga murojaat etadilar. Qo'y vaqtda yordam keladi, lekin bil u yordam Alloh yozgan miqdorda keladi. Shunga ko'ra sen sababin qil, yordam so'ra murojaat et, lekin ko'nglim bilan Allohdan ishon ham iymon keltir, Alloh yozgan darajada bo'lacak. Senga kelgan foyda da Alloh yozgan darajadagina bo'lacak. Ketirishi ham berishi Alloh subhanahu va taolo. Ham shunday yo'q. Agar degan biror turkumdi, kishilardi, senga zarar keltirga tilasalar, zarar keltira olmaslar illa magar Alloh yozgani qadargina keltiradi. Shunga ko'ra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a sığınu bilen, Allah'tan yerden sorav bilen, Allah'tan dua kulu bilen müracaat. Peygamberimiz şu sahabaga kengashdi. Bütün dersen Allah'a beyli. Allah'tan sıra. Kişiler fayda getirgen tileseler de Allah yazganına bulaşacak. Hatta zarar getirgen tileseler de Allah yazganına bulaşacak. İkinci rivayette ile ma ahtaka lem yekun liyusila ve ma asabaka lem yekun liyusila. Sena kelgan aybi kelmay qolmaydi, u kelishadi. Ham senga kelmagan narsa, u senga kelasi tug'iladi. Ham shu rivoyat hadisning rivoyatida to'g'ri shunday so'zlar bor. Ta'arruf ilalloh birraha yag'laydi kishida. Avur chaqda, ay rahat chaqda Allohni ismidan chiqarma. Rahat chaqda Allohga ibodat qil.
Авыр чакта Аллаһ сиңа искә тотыр, сине истә тотыр диде. Кайбер риваятларда килә, кеше дуа кылыр ди. Авырлык килсә, ягъни гыйбадат кылучы кеше, намаз укучы кеше, көн сайын намаз укыган кеше Аллаһка дуа кылып мөрәҗәгать итсә, фәрештәләр бу кешенең дуасын ишетерләр, һәм әйтерләр: "Нинди якын тавыш безгә, нинди билгеле тавыш, ләкин бу зәгыйф, авырлыкка төшкән." Һәм Аллаһтан шәфәгать кылырлар: "Я Раббым, ярдәм ит бу кешегә", дип Аллаһтан ярдәм сорарлар. Бу кешегә ярдәм сорарлар. Инде Аллаһны искә алмаган кеше авырлык хәлендә Аллаһка мөрәҗәгать итә икән, фәрештәләр әйтерләр: "Нинди ят тавыш? Без буны белмибез." Һәм шәфәгать тә кылмаслар. Әлбәттә, Аллаһ күрүче һәм җавап бирүче, әмма ләкин бу күрсәтә шуны: әгәр дә без Аллаһ Тәгаләне рәхәт чакта истә тотабыз икән, Аллаһ җавап бирүче. Шуңа күрә борынгылар әйткәннәр: әгәр дә кеше Аллаһка итәгать итүчән була икән, аның дуасы ул дуага мохтаҗ ризыкка туз кирәк булган шикелле генәдер. Менә без ризыкка бит тутырып туз салмыйбыз, әз генә салабыз. Әгәр дә кеше Аллаһка итәгатьлектә икән, Аллаһ Тәгаләне онытмый икән, Аллаһка гыйбадат кыла икән, аның дуасы да ризыкка туз салган шикелле генә кирәк булыр, Аллаһ Тәгалә аңар җавап бирер. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Адәм баласын әлбәттә сыный. Кайбер авырлыклар килә, кайбер мәшәкатьләр килә, кайбер авырулар килә. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шулай хадисның риваятында әйтә: "Вa'lam anna an-nasr ma'a as-sabr." Бел дип әйтә: җиңү сабырлык белән бергә. Бер максатка ирешергә теләсәң, сабырлык белән җиңү киләчәк, сабырлык күрсәт, иншалла җиңү киләчәк. Wa anna al-faraj ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra. Мәшәкать, кайгы, хәсрәт килсә, ondan soң җиңеллек килә. Алар икесе бергә киләләр. Бер кайчан да мәшәкать, авырлык даими дәвам итми. Кайчан да булса, караңгы төннән соң таң аткан шикелле, авырлыклардан соң иншалла җиңеллек килә. Шуңа күрә монда инде галимнәр әйтәләр: авырлыкка төшкән кешенең дән талап ителә нәрсә? İntizarul faraj huvel gıybada demek. Yani җиңеллекне көтү. Син шанасың, Аллаһ Тәгалә җиңеллек бирәчәк. Аллаһ Тәгалә сине авырлыкта калдырмаячак. Ләкин кайчан да булса җиңеллек килүчегә ышану һәм шуны көтү ул үзе бер гыйбадат дип әйттеләр. Шушы җиңеллекне көтү ул гыйбадат диделәр. Син шулар ышансаң, шулар сабыр итсәң, һәм шушы җиңеллекне өмет итсәң, көтсәң, Аллаһ Тәгалә сиңа гыйбадат кылу әҗр савабын бирәчәк. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә барчаларыбызга җиңеллек бирсен, авырлыклардан соң җиңеллек бирсен, авыруларыбызга хәерле шифалар бирсен, әҗәткә баручыларга әҗәтләреннән кутылырга ярдәм итсен, һәм барчаларыбыз да Аллаһ турында яхшы уйда һәм һәр вакытны яхшылыкка өмет итеп яшәргә насыйп әйтсен. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ani ва iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sayyidil muslimin fastaghfiruhu.